Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Sizlarga elektroskuter, elektromuravey zapchast do'konidan yangiliklarni aytib o'tib ketamiz. Kimga qanaqa zapchast ehtiyot qismlar kerak bo'lsa, bemalol pastda telefon raqami qoldiramiz. Telefon qilib bog'lanishinglar mumkin. 800 vattdan 2000 vattgacha motorlarimiz keldi. Kimga kerak bo'lsa bemalol bog'laninglar. Reduktorlari hamma turidan ham keldi. Kimga kerak bo'lsa ko'rishinglar mumkin. Eng yaxshi yangiligimiz akkumulyatorlar kirib keldi, o'sha yangi partiyamiz. 69, 65, 76, 58, 20, faqat 32 yo'q. 32 ni ham inshaalloh joyiga qo'yib qo'yamiz, olib kelamiz uni ham. Ko'pchilik so'ragan kabinali, rolli muraveylarga oyna so'rovdi, yon oynalari, oldi lobovoy oynalari, ulardan ham kirib keldi. Mana oynamiz, ko'rishinglar mumkin. Kimga kerak bo'lsa, pastda telefon raqami qoldiramiz, bemalol telefon qilishinglar mumkin. Orqa oynalar ham kelgan, bu oldi oyna, lobovoy, oldi lobovoyi. Orqa oynamiz mana urab qo'yilgan, turibdi. Kabinalarga. Kimga qanaqa elektroskuter, elektromuraveyga zapchast kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaveringlar. Bugungi sanamiz 25-oktyabr, 15-oktyabr, uzr so'rayman, 15-oktyabr 2025-yil. Barcha turdagi ehtiyot qismlarimiz yetib keldi. Ular ham kimga qanaqa nima kerak bo'lsa, ehtiyot qism kerak bo'lsa, telefon qilsangiz, men narx-navosini aytib o'tib ketaman. Buni ko'ryapsizlarmi buni? Hali bozorga chiqmagan bundan. Palavoz 6 tishli. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Olib keldik bundan ham. 18 ta lisi ham kelgan. Undan zakazlarimizni olishni boshladik bunga. Ulgurib qolinglar, o'zi ozroq kelgan.